بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. كسلك üzr bo'lg'achqa kamchilik elib keldi. Undan keyin kesal kishininki namoz o'qish uslubi shaxsiga o'xshamaydi. قال إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا. O'rtiranmaydigan holatda kasal bo'lsa yoki o'rtirib namoz o'qisa kasal og'irlashib ketib qoldi deb ansirsa o'tirib o'qiydi. O'tirib o'qigan chaqda yarka'u va yasjud. Ruku vardı, evet o'tgan chaqda rukuga inishidi. O'rtirganligidek ruku bo'lsa secde bilan qiyomni o'tirda bir ruku qildi. Va yasjud, ya'ni yasjud alal ard demakchi. O'tgan ahvolda ruku qilib yerga secde qiladi. Aw mumi'an in ajaza anhuma. Ruku secde qilolmaydigan bo'lsa, o'tgan holatida ishorat bilan o'qiydi. Ruku secdega ishorat qilib o'qiydi. Wa in ajaza anil qu'udi aw ma'a mustalqiya. O'tiramay qolsa desa, o'tiramay yetib qolgan kasal o'ngdisga yetib turib ishorat bilan o'qiydi. Wa qadamahu nahwa al-qibla. Puti qibla tarafga bo'ldi. Masalan, qibla taraf o'sha taraf bo'lsa, shunday qibla qilib bunday yotadi deydi. Bu ana bir mazhabning qarashi. Aw ala janbi yoki yeni yotadi. Masalan, shunda o'ngda yotamaydigan, doktor yeni etkizib qo'ygan bir kishi bo'lib qolsa, yeni yasin bo'ldi deydi. لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ وإيماء. على قفاه ديان مستلقيا لينجر. قفاه ديان قاعدنا يا جيجس ديان دك ما نسك عشان يا تكذب تدور ديان أون ديان تدور. فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه. Eğer anlatıp işaret mi kılıp okuyamayacağım olsa Allah Teala onun ücretini kabul kıldı. Yani namaz vacip olmaz onun demek. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem li'Imran ibn Hüseyin radıyallahu anhuma salli qaima fe in lem testata fe qa'ida fe in lem testata fe ala cembik. Adam da yeni yetip yengim ama hadisine geldi. Ve li'enne teklife bi kadril vus'i. Yani bir akli delil, çünkü namaz ve şu ibadetlerini vacip kılıp müşini kılayan da şu ibadetlik buyuruş kurbunun yetişişi buldu dedi. Yani keselinin kurbu kanda etse şu şekilde ada kıldı demek. Vel afdalul istilqa'u liyaqa'a ima'uhu ila cihetil kıbla. Onda yatamdı ya ki yeni yatamdı dese işkili istaçlar dese rivayetinde var mı bir mezhep? İşkisinin evzil kayse dese onda yetiş evzel. Onda yatkan çağda işaretlere kıble tarafga kelidi. Kıble taraf qarab yatgandikan işareti kıble tarafga buldu. Ve yec'alul ima'a bis sucudi akhfada min ar-ruku'. İşaret qilgan ahvolda secdini rukudan pasrak qiladi. I'tibaran bihima. Ashkisi odatda ahvolda qarasak ruku qaraganda secde to'rak ama amaliy ahvoli qarta qiyas qilsak işaret mi? Asli altidagidek secde to'rak rukusa undan ustirek bo'ldi demek. Qala fa in rafa'a ila ra'si shay'an yasjudu alayhi in khafada ra'sahu jaza. Beshig'i bir narsani ko'tarib secde qilolmaydi ekan bu kishi. Lekin bir narsani beshig'i unda tekkizdi. Tekkizgan ahvolda agar beshini unda inishtirmay bundan tekkizib qo'ysa bo'lmaydi. Lekin beshini ozroq inishib, u narsani ko'tarib tekkizsa bo'ladi demak. Chunki u ko'tarib qilish bir ortiqcha bir ish. Hadi hesab qilmaydi buni bo'lgidan. Faqat bu namozning ichida unda ortiqcha bir ish harakat qilgan dari kirdi. Ko'p harakat bo'lsa namoz buzudi, az bo'lsa makruh degandek. Undan keyin hozir buning qiyini in xafada rasahu. Beshini sal to'vallatdimi? To'vallatdi. Undan keyin rukuga ishorat qildi degan bo'ldi. Ash hisob. O kötəginni biz ortiqcha şirket deb qaraymiz. Li husulil iman. Çünki bu yerda ima vücudga chiqdi. Va illa illam yakhfid ra'sahu beshini ishorat qilmasa la yajuz sujud li adamihi li adamil iman. Bundan keyin yastuq yoki shiradak binasini qo'yib, shuningga
Engishib turib sajda qilsa joiz. Chunki engishdimi? Engishdi. Ya'ni bu ishorat qilish vujudga chiqdi deydi. Chunki ba'zidan da sajda qilay desa, yo ko'zini operatsiya qilgan, masalan, yo beli og'riydigan kishilar to'liq yaga peshonasini takizib sajda qilay desa, qilolmasdi. Ko'z og'rib ketgan yoki beli og'rib ketgan ahvol bo'lsa. Bizning vujudda yashim qolgan ayollar yashiqdan birini qo'yib, shuni sajda qildi. Bu bo'ldi ekan, bu mazhabning qarshi. قال فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو ما قاعدة. Bazı kişiler var, kesel, ruku secde kılamaydıgan, lekin o'rtura oladigan. Ruku secde qilish uchun belini egib, ma'lum bir harakat qilish lozim. Lekin buning beli qatib qolgandek, o'rtursa rahat turadigan. Lekin engishmaydigan holat bo'lsa, أو ما قاعدة. O'tirablam ishorat qilsa bo'ldi. لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود. Çünkü asli qiyam nima uchun yo'l qo'yilgan desa, asli sajda uchun. Ruku mu sajda uchun? Asli maqsad sajda. Lekin qiyam va ruku sajdaga hozirlik ko'rishdan. Tan tarbiyachilar bir ishni qilishligi badanni qizitganday. Ya'ni shuni tamhid deymiz. Tayyorlik ko'rash. Ruhiy ma'naviyat jihatdan, psixik jihatdan secde qilishga o'zini to'liq tayyorlashga iborat. Qiyam secde uchun yo'l qo'yilgan ishdi. Li'annaha nihayatul khushu' wal khudu'. Chunki secde qilgan ahvolda banda Allohning huzurida eng yuqori halladagi xushu' holatida va eng yuqori bo'ysunish holatida bo'ldi. Ya'ni qarashqim shundaqo, secde qilgan holatda bo'lsa, to'liq bo'ysunganligini ko'rsatadi. لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما يعني في الركوع والسجود. ولهذا شرع السجود بدون القيام. شما أصل مقصد سجد بوغاشقا بعض bir ahvollarda secde yalnız yo'l qo'yilgan. Buni tayyorlab ko'rib, ruhiy ma'naviyatni tayyorlab yurishimiz g'achcha secde qilib o'tish yo'l qo'yilgan. Masalan, tilovat secdesi va saharlik secdesi. Lekin saharlik secdesida uning oldida qiyam va ruku batil desak bo'ldi. Chunki namozda qiyam ruku turdi-ku. Lekin secde tilovada secde qilishlar bor, qiyam yo'q. Valam yushra'al qiyamu wahdahu. Lekin yalg'iz bunda qiyamda turish, qiyam tilova, qiyam sahr deganda bunda yalg'iz turish yo'q. Yalg'iz secde qilish bor. Va idza saqata ma huwa al-aslu fi shar'iyyati al-qiyam, qiyamning yo'l qo'yilishida asli maqsadi bitta secde. Secde tushib ketgan ahvolda saqatal qiyam, uning uchun yo'l qo'yilgan qiyammo tushib ketadi. Walau salla qa'iman mu'minan jaza. O'rtirib ruku sajdaga ishorat qilib o'qishmi joiz. Wal awwal afdal. Lekin o'tirib ruku sajdaga ishorat qilib o'qishni afzal. Li'annahu ashbahu bis-sujud. Chunki o'tirgan chaqda, sajda qilgan chaqda o'tirish bo'ldi-ku. O'tirish bo'lg'achqa bu sajdaga eng yaqin bo'ldi. Lekin o'rtagan holatda sajdaga yaqin emas. Shuni afzal dedi. Chunki bu 5 zaminga eng yaqin holatda bo'ldi. O'tirib ima qilsa. Qala fa in ajaza an al-ima'i bi ra'sihi akhara as-salah. 5 bilan ishorat qilmagan bo'lsa, namozni kechiktirdi. Ba'zi ulamolar ko'zi bilan, qishi bilan yo dili bilan ishorat qildi deganlar bor. Bu qarash hozir shularga raddiyadak. 5 bilan ishorat qilmasa, bo'ldi uning namozi saqit. Masalan, tiz qutqizish uylarda yatilganlar bor-ku, nima yatdi? Balki oksigen taqoqlar. Lima rawayna biz yuqorida rivoyat qilgan qaillam mastata fallohu ahaqqu biqabul al-udr minhu degan hadisga asosan. Fa in mata ala tilka al-halati la shay alayh. Agar shunda ular ketib qolsa, gadinda namoz qoldi demaymiz. Va in bara'a saqib qolsa, فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة. فالصحيح özətki to'g'ri qarashda ayda jiddiy qutqizishda etib 5 yillik ishorat qilolmaydi, o'zi qilmagan kishi necha kun yotgan bo'lsin qat'iy nazar bir sotkadan keyin, ya'ni 5 vaqt namozni qazo qiladi. Ya'ni o'sha keldi saqaydi shulama, saqaygandan keyin 5 vaqt namozni ham qazo qiladi. Sahih degani Hanafi mazhabida boshqa qarashim bor, lekin to'g'risi bu shu.
La g'ayru nafyan lil haraj. Chunki jiq namoz o'qishing kerak, hammani o'qishing kerak deb qolsak, uni jafolab qoldi. Kama fil jununi val ig'ma. Bu saranglab qolish va hushidan ketishga o'xshash. Saranglab qolish va hushidan ketgan ahvoldimi? Masalan, bir hafta saranglab qolgan kishi bo'lsa, bir so'tkani namozdan o'qiydi. Bir hafta hushidan ketgan odam bo'lsa, bir so'tkani namozdan o'qiydi degandek. Bi xilafin nawm. Lekin bu uyquga o'xshamaydi. Uyqu altida 4-5 kun uxlab ketdi desak bo'ladi. Haythu yaqdiha va in kathurat. O'g'ilgandan keyin hammasini o'qiydi. Li'annahu la yamtaddu akthara min yawmin va laylatin g'aliba. Chunki uyqu degan bir so'tkadan ishib ketmaydi. Bir so'tka bo'lmaydi. Ya bu hammasi aqliy dalillar. Masalan, junun va ig'ma hozir qiyos qilamiz, lekin uxlagan holat qiyos qilmaymiz. Chunki uxlagan holat degan unda uzun davomlashmaydi odatda. Yani mush qiyos junun va ig'ma desa, boshqalar junun va ig'mada ma'qul kelgan bo'lsa, junun va ig'ma o'xshash deb tursa, boshqalarga dalil bo'ldi. Qala va la yumi'u bi'aynayhi va la biqalbihi va la bihajibayhi. Yani mushma yuqorqi jumlaning izohatidir. Bu namoz o'rnidan saqlab ketdi. U ko'zi bilan yoki qishi bilan yo dili bilan ishora qilib o'tamaydi. Lianna farda sujudi la yataadda bi hadhihi al-ashya. Chunki bu narsalar sajda qilinmaydi. Ishora qilib sajda qilinmaydi odatda. Fala yajuz biha al-ima. Buninglar ishora qilishga bo'lmaydi. Yani sajda qilishmi odatda buninglar o'zgarmaydi. Ishora qilishmi bo'lmaydi. Kama law awma bi yadihi aw rijlihi bi khilaf ar-ras. Xuddi secde qilmagan kishi qo'li yaptida secdega ishora qilib qo'ysimi, secde bo'lmagandek. Liannahu yatadda bihi fardu sujud. Bi xilaf ar-ras degani, lekin beshiga ishora qilib qolsa, secdega ishora bo'libdi. Qo'li yaptida ishora qilsa, secdega ishora bo'lmaydi. Undan bi xilaf ar-ras liannahu yatadda, yani liannahu yatadda bir-ra'si fardu sujud. Beshidan ishora qilib qolsa, secde hisob qildi deymiz. Nima uchun esa odatda secdega bosh qo'yish bor. Va qala Zufar va boshqa qarashlarni bayon qiladi. Imom Zufar yumi'u bil qalbi li'annahu yata'adda bihi ba'd al-fara'id. Niyat qilib, qalb bilan ishora qilsimi, qalbida men hozir secde qildim, ruku qildim bunda xiyol qilib deylanmi? Bunda namoz o'qishim bo'ldi. Chunki ay niyat bilan, yani qalbidagi shu niyat bilan ba'zi farzlar ado bo'ldi. Masalan, niyat va ixlos degandek farz amallarni vujud qilgan o'rinlar shu. Fayuaddi bil baqi. Undan keyin niyat bilan ixlos vujud chiqsa, secda vujud chiqadi qalb bilan. Va javobu bizning raddiyamiz annal imaa bil qalbi an-niyya. Qalb bilan ishora qilish degan niyatdan iborat. Va la yaqumu maqama fi'lil jawarih kal hajj. U niyat boshqa a'zolarning sharikatining o'rnini bosolmaydi. Xuddi hajda. Hajda men niyat qilib qo'ydim da, tavob qilmay, ihrom bog'lamay, arfat tutmaydim qilsa, haj bo'lgan bilan tasir, haj chiqmaydi, shunga o'xshash. Qala va law salla ba'da salatihi qa'ima, bu kasal bo'lganlikdan, o'zlik bo'lganlikdan namozning 5ida bir qismini o'rtirib o'qibdi. Keyin bulanmay, thumma ajaza, fawakal ajz. Keyin bulanmagan bo'lsa, yanala bu o'rtiranmagan odamning hukmida. Qabla shuru, ya'ni Alloh akbar deb turishdan ilgari boshdan tortib o'rtiranmagan odamning hukmida. Keyin o'tirsin bo'ldi demak. Ma'nahu in qadara al-qu'udi atammaha qa'idan. Buning ma'nosi namozni o'rtirib boshladi. Keyin o'rtiranmay o'tira oladigan bo'lsa, o'tirib davomlashtirdi. Yani o'tiribmi davomlashtirmagan bo'lsa, o'ngda sifatlar davomlashtirdi. Li'annahu bina da'if al-qawi. Chunki bu boshda o'tirib boshlagan boshlanish kuchli deyish, ammo keyin o'tirash va yetish ojiz holatlar keyin keldi. Undan keyin kuchning ustiga ojiz narsani qurdik. Va in shara'a qa'idan thumma qadara 'ala al-qiyami. Dastlabda o'tirib boshladi. O'rtib o'qiolmayman deb o'tirib boshlabdi. Keyin o'rtira oladigan holatda sal mag'du paydo bo'libdi. Bana degani davomlashtirdi. O'rtirib davomlashtirdi. Xilafan li Muhammad. Biz o'tgangi darsda
Muhammed bu başta niyet qilgan chog'da o'tirib niyet qilgan deganda qilib binal qaviy ala daif bo'lib qoldi bu degan. Lekin niyada Şeyxan ruxsat qildi. Binan ala ma taqaddama anna salatul qa'im khalf al-qa'id tajuzu indahuma khilafan lahu. Yuqorda ashkelan Şeyxan jaiz deb qaragan. Shunga asosan jaiz deydi. Bunun delilleri sebebi yuqorda bayon qilinib ketdi. قال ولو شرع مومئا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل. Dastlabda namozni boshlagan chog'da ishoratidan boshlabdi. Keyin ruku sajdani to'liq qila oladigan bo'lsa, bu chog'da namozni yangidan boshlaydi. O'qiyotgan namozni buzutib, yangidan boshlaydi. Yannahu bina'ul qawiy 'ala ad-da'if va la yajuz lima taqaddam. Yuqorida bu bayon qilindi. Yani bu mazhabda la yajuz bina'ul qawiy 'ala ad-da'if degan bir qoida bor. Bular endi bir qoida bekitib, hammasi bo'lmasa-mu, ko'p masalalarda şu kaydını tutmangdı. Qala ve men junna ughmi alayhi 5 salavatin qadaha. Saranglab qalsa, ya go'shdan ketib qalsa, 5 vaqt namoz miqdori sarang ya go'shdan ketgan bo'lsa, qazosini qiladi. Va la yaqdi akthara min zalik. Bu yuqorida bayon qilindi. Unda ortiqni qazo qilmaydi. Yani 4 kun, 5 kun oralikda saranglab qolgan bo'lsa, qo'shilgan bo'lsa, 5 namozni ham qazo qiladi. Uçdun ketkenlimi şunda. Nefkellil harac. Ondan mı? Cepalı kalmışsın. İnşaattın şunda. Yani bir taraftan onda alet teklif kılış yok desek oldu. Yani mecnun aklı bulmanıken la teklif. İgmadı mı şunda? Bunun aklı yok. Aklı diyen akıl vel buluğ min manatı teklif. Defa'nil harac demey. Yani o gayr mükellef desek oldu. Uyqudan ketganni yo'q uyqu o'xshami. Chunki uyquda uyg'ongan chog'da namoz o'qish lozim. Uyqudan ketgandim aqlni yo'qotmaydi. Aqli yo'qoldi. Ya shu chog'da aqli yo'q ham. Uyqudan ketganimiz qaranglish qilinmaydi, tuymaydi, aqli yo'q uni. Uxlayotgan chog'da nas kelgan. O'g'ilgan aman o'qson degan. O'ziga uyqu degan bayon qildik, unda uzun davomlashgan narsa emas. Bir namoz ketib qolar balki. Ya ikki namoz ketib qolar. Namozni o'qishga qazaga o'qiya bo'lganda saqlab asli taklif yo'q desak, 5 vaqt namozni saqlab qo'yish kerak. Ya'ni bu mazhabimda qila oladiganni qilgani yaxshi degandek, endi qarab tur. Lekin boshqa ulamolar balki bir namozni ham qazo qilib deyishi mumkin. 5 vaqt namoz saqlab ketsin, bir necha kundan keyin o'sha o'qigandan keyin qilay saqlab ketadi, bir necha kundan keyin o'sha o'qigan, oldin bir kundan keyin ya 5 vaqt namozni ham o'qiydi dedi. Bir necha kun sarang bo'lsa yoki o'shadan ketgan bo'lsa, mesela 20 namoz, 30 namoz bo'lsin, 5 vaqt namozni ham o'qiydi. Ya uning gapini qilmadi. Uning gapini qilmadi. Ya qaysi kunga tava, qazo olib ketgan 5 vaqt namoz demak. Nafyal haraj japatat qilmas uchun va zalika andal kasrati bit takrar. Yani ko'p bo'lib ketib qolsa, takrar o'qish lozim bo'lgan bo'lsa, bu ta'sir qilib qoldi. Va huwa ma'thurun an Umar va ibnihi wal Khudri. Bu Umar radhiyallohu anhu, yani Ibn Umar va Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhulardan kelgan. Demak, ma'nodan da nima uchun 5 vaqt namozni qazo qiladi? Qazo qilmas kerakda taklif yo'q deganga asarni chinab turadi. Sabilda bunda kelgan bo'lsa 5 vaqt namozni qazo qiladi deymiz. Maridun majruhun tahtahu thiyabun najisa. Yerda bir kishi. Bu yerdaning ostida qon va boshqa narsalar maynatilib ketgan kiyim-kechak yoki shunda karavotdagi narsalar bor. Va kullama busita tahtahu shay'un tanajjasa min sa'ati. Ostini almashtirib, kiyimni almashtirib turishiga shu hamon yana maynatilib ketdi. Yani bir yerdan qon chiqib turgan yoki shunda tartib to'xtamaydigan holatda yotgan bir kishi. Agar almashtirib bir namoz o'qib olsak miqdorda pokiz turgan bo'lsa, shu chog'da shu pokizani o'qigan bo'ldi. Lekin bu shunda almashtirishimizda yana maynatilib ketgan. Bu kishi yusalli ala halihi mustalqiya. Ashaltida o'ngdisqatgan holatda namoz o'qiyverdi. Boshqa odamga qildirish kerak emas edi. Lekin boshqa odam o'zi
yordam qilib qildirib qo'ysa bo'ldi. Lekin cho'qim boshqa odamga qildirib tartilish kerak emas deydi. Bundan keyin bu boshqalar tartib oldirib qo'yapti, yo tayammum qildirib qo'yapti. Tartib bor deydi buni. Tartib bo'lgan holda astidagi maynatchilik va kaza qarta shu holatda o'qiydi. Qala va kaza in kana la yatanajjasu lakinnahu yazdadu maradu. Buni o'rib bu kishini astini almashtirib, kiyimini almashtirib qilsak, almashtirgan kiyim maynat olmaydi ekan. Lekin bu kishini almashtirish jarayonida yutkigan bo'g'achqa kisil egilish yo tikka eslib ketgan. Aw talhaquhu mashaqqatun bi tahrikihi. Qattiq qizinib ketgan bo'lsa, kadalgina bu ahvoldimi shu holatda yetib o'qiyverdi. Bi an bazagal ma'un an aynihi. Bazagadan ko'zidan suv chiqib turgan bo'lsa deydi. Bazaga degan chiqib turgan. Falamma ra'al qamara bazigan ana hada rabbi. Masalan, doktor sen unda yotsa, agar shunda o'tirib qolsang, ya o'rilib qolsang, ko'zingga daxliydi deb bunday qilgan odam bo'lsa, ko'z operatsiyasi qilgan yoki ko'ziga bir narsa dori bilan besh qilgan, endi ahvol bo'lsa, ko'zning suv oqib ketilgan deb turmaydi. Lekin shu ko'ziga zaxmi yetilgan bo'lsa, o'ngdis qaytib o'qiyotsa bo'ldi. Ishorat bilan o'qiydi. Nima uchun desa, ko'zni asrashmi musulmonning jinni asrashga o'xshash, endi hurmat va narsa. Doktor, shunday aytmasang bo'lmaydi degan holatda yotadi. Qala maridun rakibun la yaqdiru ala man yunziluhu. Bir kasal, uloqqa mingan holatda ekan. Lekin tushirib qo'ygan odam topolmadi. Farz namozni o'qish uchun ya uchib o'qish lozimda, uloqdan tushirib qo'ygan odam topolmabdi. Yusallil maktubata rakiban biima. Farz namoz uloqqa mingan holatda ishorat bilan o'qiydi. Va kadalika idza lam yaqdir ala nuzul. Shundaqla tushunmaydigan bo'lsa, limaradin aw matarin aw tin aw aduvin. Kasallik sababidan yoki yomg'ir sababidan yoki patqoq sababidan yoki dushman sababidan tushunmaydigan bo'lsa o'xshash. Ularning ustida ishorat bilan o'qiydi. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam kana fi masirin fantahu ila madiqin. Chunki hadisda rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yurishga chiqqan. Bir g'azotga chiqqan vaqtida bular bir bo'g'ozga kelgan. Fa hadarat salatu famutiru. Namoz vaqti kelgan chog'da yomg'ir yog'ib ketdi. Va samau min fawqihim. Osmondan shaqirab suv tushyotdi. Val billatu min asfala minhum. Tida hululab ketdi, patqoq bo'lib ketdi. فأذن صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغنوا استطرب آذن طولات تكبر شدة فتقدم على راحلته فصلى بهم يومي وإيماء. ولغلان قشن aldığı çıkıp imam bulup ولغنوا استطرب شاهدلان imam buldu. فجعل السجود أخفض من الركوع. imam bulup secdini rükudun tverre kıldı. قال ولأنه إذا لم يقدر على النزول سقط عنه كحالة الخوف. Yani bir taraftan bu tushunmaydigan bo'lsa, xuddi qo'rqinch holatidagidek tushib o'qishi gardini saqit bo'ldi. Va idza jaza lahumus salatu rukbanan fa farduhum al-ima. Ularda namoz o'qish joiz desak, ularning qilish kerak bo'lgani ishorat bilan ruku sajda qilish. Chunki ularning ustida ruku sajda qilinmaydi. Ishorat qildi. لأن الراكب لا يقدر على الركوع والسجود ولما روينا. يعني حديث مش شندا كاغن بوغاشقا من عقلي دليل ikinciden hadis. قال وإن قدر على النزول ولم يقدر على الركوع والسجود. أنت ulardan şaraptı. Lekin ruku secde kılınmaydı iken. لأجل الطين. Patqoq boğashqa ruku secde kılınmaydı iken. Salla qaima. Pes tushib o'rtirib o'qiydi. O'rtirib o'qigan chaqda ishorat bilan ruku secde qiladi. للعجز عن الركوع والسجود. ركوع سجدة قلما فقط. وإذا صلى راكبا يوقف الدابة. ولقى من حالة نماز قاسا ولقنا توقف يبتردوا. لأن في السير انتقالا واختلافا. Çünkü o mangan çağda bir joydan bir joyga o'tkilib, burunqi qibla yuzlanishi boshqaga burilib ketib, har xil ahvollar bo'lib qoldi. La yajuzu fi salat. Namozda joiz bo'lmaydigan har xil ahvollar ko'rildi. Va in ta'azzara alayhi iqafuha, to'xtamaydigan bo'lsa, jazat salatu ma'a sayr kama fi halatil khawf. To'xtamaydigan bo'lib qolsa, xuddi qo'rqinch holatidami, ulug'un to'xtamay, chap turgan holatda yoki mangan holatda namoz o'qisa bo'lgandek, ularning ustida minib namoz o'qisa joiz.
قال ومن كان في السفينة فإن قدر على الخروج إلى الشط يستحب له الخروج. Kimini tug'an kishi qirg'oq chiqadigan bo'lsa, qirg'oq chiqishi mustahab. Lekin kimini ustidan o'qisa joiz. Liyatamakkana min al-qiyam va ruku' va sujud. Qiyam va ruku' sujudni to'liq qila olish uchun. Yani bu kichik kiyimda bo'lishi mumkin. Lekin hozir cho'ng kiyimlar paraxodlarda odatda tug'andek o'qiydi. Va in salla fi as-safinati ajza'ahu li wujud sharoitiha. Kiyimning o'zida namoz o'qib qolsa, shartlarni joiz qilgan ekan, u joiz. Endi joiz emasligini, lekin qiyomni tug'an chog'da ya medilab ketishi mumkin, tug'an joyidan matrafga yurishib ketishi mumkin, ya beshqayib ketishi mumkin. Shunga quruqlik chiqib o'qilgan afzal dedi. Fa in kanat muthaqatan bish-shatt salla qa'ima. Qirg'oqqa bog'lanib qolsa, kiyimida o'rtiblam o'qiydi. Va kadalik in kana mustaqirratan al-ard. Shundaqla zimin ustida tug'ib qo'ygan bir kiyim bo'lsa bu. Suvga tashlagan kiyim emas ekan, quruqlikqa chiqib qo'ygan bir kiyim ekan. O'rtirib, ruku sajda joyiz qilib o'qiydi. Lianna mustaqirrun fi ardi safina fayati bil arkani bil ijma'. Chunki bu kiyim muqim turayotgan kiyim bo'lgan ekan, ruku sajda, qiyamni hammani joyiz qiladi. Qala va in kana sa'iratan yusalli qa'ima. Agar kiyim mingayotgan bo'lsa, o'rtirib o'qiydi. Fa in salla qa'idan wa huwa yastati'u al-qiyam ajza'ahu wa qad asa. O'rtira oladigan turuqliq o'tirib o'qib qolsa mayli bo'ldi. Lekin yaxshi qilmoq bo'ldi. Yani o'tirib o'qisa beshqayib ketadigan holda bor. Va qala la yajuzu li anna al-qiyam ruknun fala yajuzu tarkuhu. Sahiban debdi, o'rtira oladigan turuq namozning kiyimida o'tirib o'qisa joiz emas. Chunki qiyam bir rukn, namozning rukni. Fala yajuzu tarkuhu. Qiyamni tark qilish bo'lmaydi. Va sara kama idza kan marbuta. Lekin bu xuddi bog'liqlik holatdagidek o'xshash. Bog'liqlik holatdan qiyamda tura oladi-ku, shunga o'xshash. Va lahu ma rawa ibn Sirin, yani lil imam Abi Hanifa, mush asar dalili demak. Ibn Sirin rivoyat qildi, qala ammana Anasun fi nahr Ma'qil. Anas radhiyallohu anhu Ma'qil degan sahaba ko'lgan shu o'standa kiyimida ketayotgan vaqtimizda bizga imom bo'lgan. Ala bisat safina. Kiyimidagi shu bisatning ustida imom bo'lgan. Jalisan o'tirib imom bo'ldi, va nahnu julus. Keyingi jamoatni o'tirgan holatda edi. Imommi Anas radhiyallohu anhu o'tirgan holatda. Mush asar bo'lg'achqa Abu Hanifa musholatda joiz degan. Va li'anna al-g'aliba fiha dawran ar-ras. Yana aqli bir dalil, kiyimni mangan chog'da beshqayib ketish ahvoli bo'ladi, ko'pincha ahvolda. Val g'alibu kal mutahaqqiqi kama fi as-safar. G'aliban bo'lgan ahvollar cho'qim bo'lgandek muomala qilindi. Masalan, safardami lamma kana al-g'alib fihi al-mashaqqa kana kal mutahaqqiqi fi haqq ar-ruhsa. Safarning ko'pincha ahvollarida jafo mushaqqat bor. Safar qit'atun min al-adab. Lekin ba'zi kishilar ba'zi safarda jafo olmasligi mumkin. Bundan keyin g'aliban vujud chiqargan mashaqqat har qanday safarda ba'dagidek muomala qilmaydi. Ma'lummi? Kiyimida beshqayib ketish ahvol ko'pincha ahvol ko'rilgan bo'lg'achqa, har qanday kiyimida beshqayib ketish ahvoli ba'dagidek muomala qilmas. Kada huna bi xilaf al-marbuta. Lekin bog'lab qo'yganga qiyas qildi sahiba. Lekin biz uni qiyas mal farq deymiz. Li'annaha ta'khudhu hukm al-ard. Chunki bog'lab qo'ygani zaminga tutashgan bo'lg'achqa, bog'lab bo'lsa zaminning hukmini oladi. Fa in istadarat safina wa hiya sa'iratun. Kemi ketib o'tib burilsa, namoz o'quvchimi qiblaga burildi. Hayf kana. Qibla qaysi tarafda bo'lsa, ya qibla yuzini bundan namoz o'qigan bo'lsa, kemi shunda unga burilsa, bug'atchi so'lga shunda qarlab, yana qibla taraf turdi dedi. Li'annahu yaqdiru 'ala al-istiqbali min ghayri mashaqqa. Chunki bu ana burilsa, jafo tanmay burila oladi. Fala yasqut shart istiqbal qibla demak. Kal musalli 'ala al-ard. Xuddi zaminda namoz o'qigan kishiga o'xshash. Bi xilaf rakib. Nega uloqqa mingan kishi ketibsa, uloq qibladan burilib ketsa, o'qiyaz bo'ldi desa, ya uni o'xshasak bo'lmaydi. لأن الاستقبال يتعذر عليه إذا كان يقطعه عن طريقه فيسقط للعذر. Çünkü kıblege yüzüne edip kalsa, mesela yolda ketip ular on qayrılma, on qayrılsa biz ularni tatib udulma kıblege yüzünün bağlı namazını davamlaştırır olay deb kalsak yoldan chiqib qoladi.
odamni yo'ldan to'xtatib qo'ydi. Boshqa yerga ketib qoladi. Yaqtavan tariqi degan qibliga burilish odamni yo'ldan chiqarib o'tadi. Fayasqutul uzr. Davom ekan, shuna bir uzr olg'achqa istiqbol qibla degan shart ular bunga odatda tushib ketadi deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.